2025-yil 25-iyun sanasidagi mana kardonlangan kovraklarimiz. Mana 4-kesim holatdagi kovraklarimizning mana donaga olinyapti, mahsulot olinyapti. Ya'ni mana 4-kesim holat. Mana shu shaklda. Mana donagini olamiz. Mana drakonga solamiz idishga. Mana kesilishi mana ingichka holatda, mana juda ingichka, uje qog'oz holatda kesiladi. Qalin qog'oz holatda, oddiy qog'oz holat, varaq holatda. Mana birdan shira haydab boshladi mana. Birdan kesilgan, birdan haydab boshladi. Korobkasini yopamiz. Yoniga kesagini qo'yamiz, mana toshlarini qo'yamiz, korobkasini yopib. Mana shu shaklda teriladi. Mana mahsulotlarimiz. Original donaklarimiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi kesimdagi holatdagi kovragimizning mahsulotlari mana shu shaklda. Ya'ni donaga. Mana biz ikkinchi qaytamda Gamper